Yine bize 12 vilayet dilleri bilen, Gidroplast'ın dilleri bilen Maldiv hem de Dubai seferlerine barıp qaytdık. Seferlerimiz yaxşı ve mezmunlu ötdü. Birbirimiz bilen fikir almıştık, suhbetleştik, iş tecrübesini almıştık. Bizler Maldiv aralarından bardık. Вообще zo'r sayohatlar bo'ldi. Akalarimiz bilan, qolgan dillar bilan birgalikda suhbatlashdik. Ular bilan rejalar qildik. Xudo xolsa keyingi safar bundan ham bir zo'r kollektivdan yana bir qo'sh nasib qiladi deyman. Rahmat hammasi uchun. Sayohatlarimiz nihoyatda chiroyli bo'ldi. Hamkorlarimiz hammasi bilan tanishib, birgalikda dam olishlarni qildik. Keyingi yilga ham bundanda ko'payishib, birgalikda sayohat uyushtirish rejasidamiz. Tashkilotchilarga ham katta rahmat. Avvalambor tashkilotchilarga kattakon rahmat. Tadbirimiz juda go'zal o'tdi. Keyingi yillarda yanasiga kirishib, Xudo xohlasa bundan-da foyda o'tishini umid qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizlar dam olishdan keldik. Maldivdan, Dubaydan keldik. O'zbekiston Respublikasi hamma gidro kompaniyasi dilerlari bilan ko'plar bilan tanishimiz. Tashkilotchilarga katta rahmat. Ishlariga omad. Iloyim bunaqa dam olishlar yana ko'paysin. Ishlariga omad bersin. Tashkilotchilarga rahmat aytib qolamiz. Tadbirimiz, ya'ni sayohatimiz juda ham zo'r o'tdi. Kelgusida bundanda o'sha rivojlanish uchun sifatli mahsulotni barcha viloyatdagi, barcha tumandagi, uzoqdagi, qishloqdagi hamyurtimizga ham sifatli mahsulotni yetkazishda albatta bizda dilerlarning o'rni beqiyos katta. Biz borgan sari, ya'ni yildan yilga imkon qadar o'shani rivojlantirishni va xalqimizni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yamiz. Salomat bo'linglar.